Angliya Reuters agentligi Amerika diplomatlarining yuqumga qarshi yo'lga qo'yilgan qattiq tadbirlar sababidan Xitoydan ayrilmoqchi bo'lganligini o'tirib qo'ydi. Iglanishicha, diplomatlar yuqumga qarshi tadbirlarda o'zlariga e'tibor berishni talab qilgan va Washington hukumatini bu masalada Beijingga besim ishlatishga chaqirgan, ammo natijasiz bo'lgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi buningga qarata yuqum ahvolining ilmiy va diplomatik kelishimga uyg'un ekanligini o'tirib qo'ydi. Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkiloti Rossiyaning Ukrainaga qaratgan harbiy harakatiga qarata oldini olish tadbirlarini qo'llanmoqda. NATO havo qo'mondonlik shtabining Twitter hisobida e'lon qilgan bayonotida Amerikaning F-15 urush aeroplanining Amari havo armiya bazasiga qo'nganligi e'lon qilindi. Bayonotda Daniya va Estoniyaga tava F-16 tipli urush aeroplanlarining bugun Litvaning Siavlay havo armiya bazasiga o'rnashtirilganligi o'tirib qo'yilgan. Azerbaycan Davlat neft shirkatining bayonotchisi Ibrohim Ahmedov yozma bayonotida Turkiyaning Erondan Turkiyaga tabiiy gaz import qilishiga munosabatli texnikalik masalalar keltirib chiqargan vaqtlik ehtiyojini qondirish uchun Azerbayjonga iltimos sunganligini bayon qildi. Ahmedov Turkiyaning iltimosining ijobiy javobga erishganligini tilga olib mundaq dedi: "Hozir bor bo'lgan fursatlar safarbar qilindi va ehtiyojga asosan Azerbayjondan Turkiyaga tabiiy gaz eksporti oshiriladi." Ukraina Rossiya chegarasidagi harakat diplomatik jiddiylikni ko'paytirdi. Amerika Rossiyaning bexatarlik kapolati talabiga bergan inkosini Moskva bosh elchisi orqali Rossiya Tashqi ishlar ministrligiga yetkazdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken yetkazilgan hujjatga qarata bayonot e'lon qildi. Blinken Amerikaning inkosining Ukraina va Yevropadagi ittifoqdoshlari bilan tamoman mos keladiganligini, Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotining o'zining inkosini Rossiyaga yetkazganligini e'lon qildi. Yevropa ittifoqidagi bola atkazchiligi qilmishlari yaqinqi yillardan buyon og'ir nisbat yetgan. Buning eng yangi misoli Angliyada o'tirg'a chiqqan. BBC tarafidan tayyorlangan hujjatlik filmda ko'rsatilishicha, bolalar Ruminiyadan Angliyaga atkaz qilingan va setilgan. Faqat Ruminiyada 2020 yili odam atkazchiligi delosi 429 ga yetgan bo'lib, bu delolarga chetishliq bolalarning yarmidan ko'progining qizlar ekanligi aniqlangan. Xabarlarga qaraganda Isroil prezidenti Herzog yakshanba kuni Arab Birlashma Xalifaligini ziyorat qiladi. Egilanishicha, bu tarixda Isroildan Arab Birlashma Xalifaligiga prezidentlik darajasidagi tunji rasmiy ziyorat hisoblanadi. Amerika Avasiya va Olam qatnashi idorasi NASAning 2021 yilning oxirida qo'yib bergan James Webb teleskopi Yer shari bilan bo'lgan oraliqi 1,5 million kilometr keladigan orbitaga o'rnashtirgan. O teleskop orqali koinotning boshlanishi to'g'risidagi uchurlarga erishish maqsad qilingan.